Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun men siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilmoqchimanki, bu har biringizning bevosita moddiy ta'minotingizga, osoyishtaligingizga va kelajakdagi muammolaringizning oldini olishga qaratilgan. Ko'pchilikning e'tiborini tortgan nafaqaxo'rlarga 10 kun muhlat berildi. Muammolarga duch kelmaslik uchun nimalar haqida xabar berish kerak degan sarlavhani ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ishoning bu shunchaki quruq gap emas, balki juda jiddiy ogohlantirishdir. Agar siz bugungi ma'lumotlarni to'liq tinglamasdan e'tiborsiz qoldirsangiz, nafaqangizni yo'qotish, ortiqcha to'langan pullarni qaytarishga majbur bo'lish yoki hatto jarimalar to'lash kabi jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu nafaqat sizning, balki oilangizning ham hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va bu muhim ma'lumot boshqalarga ham yetib borishi uchun videoga like bosing. Muammoning asosi nimada va hozir nima o'zgardi? Avvalambor shuni ta'kidlash kerakki, nafaqa ta'minoti tizimi doimiy ravishda takomillashib boradi va ba'zan qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar yoki mavjud qoidalarning ijrosiga bo'lgan yondashuvning kuchayishi tufayli fuqarolardan ba'zi ma'lumotlarni yanada tezkorlik yo'li bilan taqdim etish talab etiladi. Ilgari nafaqaxo'rlar o'z hayotlaridagi o'zgarishlar haqida xabar berish uchun ko'proq vaqtga ega bo'lishlari yoki bu talablarga unchalik qattiq amal qilinmasligi mumkin edi. Ko'pincha fuqarolar ushbu o'zgarishlarni bevosita mahalla qo'mitasiga yoki Xalq banki filialiga og'zaki xabar berish bilan cheklanib qolishardi va bu ma'lumotlarning pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida yetib borish kafolatlanmasdi. Natijada pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli organlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi to'liq avtomatlashtirilmaganligi sababli ba'zi ma'lumotlar kechikib kelib tushardi yoki umuman yetkazilmasdi. Bu esa bir tomondan nafaqaxo'rning o'zi uchun ortiqcha to'lovlar yig'ilishiga, ikkinchi tomondan esa davlat byudjetidan asossiz xarajatlarga olib kelardi. Hozir esa vaziyat biroz o'zgardi. Davlat organlari o'rtasida raqamli ma'lumot almashinuvi tobora kengayib bormoqda. Biroq shunga qaramay, ma'lumotlarning aniqligi va o'z vaqtida yangilanishini ta'minlashda fuqarolarning faolligi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun pensiya jamg'armasi va tegishli qonunchilikka binoan nafaqaxo'rlar o'z hayotlaridagi muhim o'zgarishlar haqida 10 kun ichida xabar berishlari shartligi qat'iy ravishda belgilab qo'yilmoqda. Bu ayniqsa nafaqa miqdoriga yoki uning turiga bevosita ta'sir qiluvchi holatlarga tegishli. Masalan, agar siz nogironlik nafaqasi olib turgan bo'lsangiz va ishga joylashsangiz, bu haqda zudlik bilan xabar berishingiz shart. Yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi shaxs turmush qursa, bu ham darhol pensiya jamg'armasiga bildirilishi kerak bo'lgan vaziyatdir. Bu talabning kuchaytirilishi zamirida ikkita asosiy sabab yotadi. Birinchidan, nafaqa to'lovlarining adolatli va maqsadli ta'minlanishi, ya'ni haqiqatda muhtoj bo'lganlarga yetib borishi. Ikkinchidan, ortiqcha to'lovlar va ulardan kelib chiqadigan qarzlar shakllanishining oldini olish. Negaki, nafaqaxo'r o'zi bilmagan holda ortiqcha pullarni olgan taqdirda ham keyinchalik bu mablag'larni davlatga qaytarishga majbur bo'ladi. Bu esa katta stress va moliyaviy yukni keltirib chiqaradi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Bu qism ayniqsa muhim. Sizning nafaqangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan hayotiy o'zgarishlar haqida batafsil to'xtalamiz. Bu ma'lumotlarni o'z vaqtida bildirmaslik natijasida qanday muammolar yuzaga kelishi mumkinligini tushunishingiz uchun bir nechta real hayotiy misollarni keltiraman. Bir, yashash joyining o'zgarishi nima uchun muhim? Nafaqalar ko'pincha sizning doimiy yashash joyingizga yoki ro'yxatdan o'tgan manzilingizga bog'liq bo'ladi. Ba'zi nafaqa turlari mintaqaviy koeffitsiyentlarga ega bo'lishi mumkin. Yoki mahalliy ijtimoiy himoya dasturlari faqat shu hududda ro'yxatdan o'tgan fuqarolarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, nafaqa to'lovlarini yetkazib berish usuli. Masalan, pochta orqali manzilingizga bog'liq. Misol, Gulchehra opaning yoshi yetdimda. U Toshkent shahrida yashar va nafaqasini mahalliy Xalq banki orqali olardi. Qizi Samarqandga turmushga chiqqandan so'ng Gulchehra opa qizi bilan yashash uchun Samarqandga ko'chib o'tdi va u yerda vaqtincha ro'yxatdan o'tdi. Lekin u pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni unutdi. Bir necha oy davomida Toshkentdagi pensiya jamg'armasi Gulchehra opaning nafaqasini avvalgi manziliga yuborishda davom etdi.
Xalq banki esa uning Toshkentdagi hisobiga pul o'tkazaverdi. Oradan 6 oy o'tgach, bankdagi ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar solishtirilganda Gulchehra opaning Samarqandda ro'yxatdan o'tganligi aniqlandi. Natijada pensiya jamg'armasi uning nafaqasini to'lashni vaqtincha to'xtatdi va uning Samarqanddagi pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni talab qildi. Bu jarayon bir oydan ortiq vaqtni oldi. Shu davr mobaynida Gulchehra opa nafaqasiz qoldi. Bundan tashqari, agar Gulchehra opa o'z manzilini o'zgartirmagani uchun mahalliy ijtimoiy yordam turlarini, masalan, kommunal to'lovlarga subsidiyalar ololmasligi mumkin edi. Chunki uning yangi yashash joyidagi ma'lumotlari pensiya jamg'armasida yangilanmagan edi. Natijada u stressga tushdi va bu holat uning moliyaviy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Agar u 10 kun ichida o'zgarish haqida xabar berganida. Pensiya jamg'armasi uning faylini Toshkentdan Samarqandga o'z vaqtida o'tkazgan bo'lar edi va to'lovlarda uzilish bo'lmasdi. 2 ishga joylashish yoki ishdan bo'shash nima uchun muhim? Ayrim nafaqa turlari, masalan, nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasining ba'zi hollari nafaqaxo'rning ish haqi darajasiga yoki umuman ish faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Agar siz ana shunday nafaqa turlarini olayotgan bo'lsangiz va ishga joylashsangiz, nafaqa miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki umuman to'xtatilishi mumkin. Misol, Bahodir akada umumiy kasallik tufayli 2 guruh nogironligi bor edi va u nogironlik nafaqasini olardi. U kasal bo'lganligi sababli uzoq vaqtdan beri ishlamagan edi. Lekin bir kuni u kichik bir kompaniyada yarim stavka ishga joylashdi. Maoshi unchalik katta emasdi. Shu sababli Bahodir aka pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni muhim deb bilmadi. U 6 oy davomida ham maoshini, ham nogironlik nafaqasini olib turdi. Biroq pensiya jamg'armasi soliq idoralari va ish beruvchilardan kelib tushadigan ma'lumotlarni muntazam ravishda tahlil qiladi. 6 oydan so'ng Bahodir akaning ishlayotganligi aniqlandi. Pensiya jamg'armasi unga ortiqcha to'langan 6 oylik nafaqa miqdorini qaytarish talabi bilan xat yubordi. Bu qariyb 3 million so'mdan ortiq summani tashkil etardi. Bahodir aka bu pulni birdaniga qaytarishga qurbi yetmasdi. Natijada u pensiyasidan har oyda ma'lum miqdor ushlab qolinishiga rozi bo'ldi. Bu esa uning oylik daromadini sezilarli darajada kamaytirdi va oilasining moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir qildi. Eng yomoni, bu holat Bahodir akani qo'shimcha stressga solib, sog'ligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Agar u ishga joylashganning 10 kuni ichida xabar berganida, pensiya jamg'armasi uning nafaqasini qayta hisoblagan yoki zarurat bo'lsa to'xtatgan bo'lar edi va u ortiqcha to'lov muammosiga duch kelmas edi. O'ti, nikoh holatining o'zgarishi, ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun nima uchun muhim? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi shaxslar odatda turmush qurgan taqdirda bu nafaqani olish huquqini yo'qotadi. Bu turdagi nafaqa marhum boquvchining oilasini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, yangi oila paydo bo'lganda bu ehtiyoj o'zgaradi deb hisoblanadi. Misol, Zaynab opa turmush o'rtog'i vafot etgandan so'ng boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olardi. 2 yildan so'ng u qayta turmushga chiqdi. Xursandchilik va to'y tashvishlari bilan u pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni butunlay unutdi. Zaynab opa 3 oy davomida ham nafaqasini, ham yangi oilasi hisobidan turmush kechirdi. Pensiya jamg'armasi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari FADga ma'lumotlar bazasi bilan ma'lumotlar almashinuvi orqali Zaynab opaning nikohini qayd etganligini aniqladi. Natijada Zaynab opadan 3 oylik ortiqcha to'langan nafaqa, ya'ni 2 million so'mga yaqin mablag'ni qaytarish talab qilindi. Zaynab opa bu holatdan juda afsuslandi. Chunki u nafaqa olish huquqini yo'qotganini bilmasdi va bu pulni yaxshi niyatda sarflagan edi. Uning yangi turmush o'rtog'i bilan munosabatlari ham bu tufayli biroz keskinlashdi. Agar u 10 kun ichida nikohi haqida xabar berganida, pensiya jamg'armasi nafaqa to'lovini to'xtatib, Zaynab opaning ortiqcha qarzga botishining oldini olgan bo'lar edi. 4. Qaramog'idagi shaxsning vafoti nima uchun muhim? Ba'zi nafaqa turlari, masalan, nogiron bolasi bo'lgan onalar uchun qaramog'idagi shaxsning mavjudligiga bog'liq bo'ladi. Agar qaramog'idagi shaxs vafot etsa, nafaqa miqdori o'zgarishi yoki to'xtatilishi mumkin. Misol, Komil aka nogiron o'g'lini parvarish qilganligi uchun maxsus nafaqa olardi. O'g'li og'ir kasallikdan so'ng vafot etdi. Komil aka bu qayg'uli hodisadan chuqur ta'sirlangan edi va ma'lum muddat o'ziga kela olmadi. 1 oy o'tgach, u pensiya jamg'armasiga o'g'lining vafoti haqida xabar bermaganini esladi. Shu 1 oy davomida unga nafaqa to'lanib turgan edi.
Komil aka o'g'lining o'limi haqida xabar berganda, pensiya jamg'armasi undan bir oylik ortiqcha to'langan nafaqa summasini qaytarishni talab qildi. Bu Komil aka uchun moliyaviy zarba bo'ldi. Chunki u bu pulni o'g'lining dafn marosimlariga sarflagan edi. Vaziyatning g'amginligi va moliyaviy talabning og'irligi uni qattiq ruhan tushkunlikka tushirdi. Afsuski, qonun his tuyg'ularini inobatga olmaydi va ma'lumotni o'z vaqtida taqdim etish majburiyatini yuklaydi. 5. Boshqa pensiya yoki nafaqalarni olish nima uchun muhim? Ba'zan fuqarolar bir vaqtning o'zida bir nechta manbadan nafaqa yoki pensiya olishlari mumkin. Bu xususan boshqa mamlakatlarda ishlagan shaxslar uchun dolzarb. Agar bu haqda ma'lumot berilmasa, ba'zi ijtimoiy yordam turlari yoki maxsus imtiyozlar uchun noto'g'ri hisob-kitoblar yuzaga kelishi mumkin. Misol, Dilfuza opa O'zbekistonda yoshga doir pensiya olardi. Ilgari Rossiyada ishlagan paytlari uchun u yerdan ham pensiya olish huquqini qo'lga kiritgan edi. Rossiya pensiyasi uning O'zbekistondagi bank hisobiga kelib tushishni boshladi. Dilfuza opa bu haqda O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Chunki bu ikkita alohida davlatning pensiya tizimi deb o'ylardi va biriga ikkinchisining aloqasi yo'q deb hisobladi. Bir yildan so'ng unga mahalliy ijtimoiy himoya bo'limidan kommunal to'lovlarga imtiyoz berish rad etildi. Sababini so'raganda uning umumiy daromadi, ya'ni ikkala pensiyaning summasi imtiyoz olish uchun belgilangan me'yordan oshib ketganligi ma'lum bo'ldi. Agar u pensiya jamg'armasiga boshqa davlatdan pensiya olayotgani haqida xabar berganida, u kamida o'zining moliyaviy holatini to'g'ri baholagan bo'lar edi va imtiyozlar masalasida chalkashliklarga duch kelmas edi. Qolaversa, kelajakda davlat tomonidan berilishi mumkin bo'lgan boshqa ijtimoiy ko'mak turlari ham uning to'liq daromadi hisobga olingan holda belgilanadi. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak, xavotirlanishi kerak bo'lganlar. Yuqorida sanab o'tilgan vaziyatlarga tushib qolgan yoki yaqin orada shunga o'xshash o'zgarishlar kutilayotgan har bir nafaqaxo'r, ayniqsa nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, ijtimoiy nafaqalar oluvchilar. Chunki bu nafaqa turlari ko'pincha qo'shimcha shartlar. Masalan, ishlamaslik, turmush qurmaslik, qaramog'ida bolalar bo'lishi bilan bog'liq bo'ladi. Shuningdek, yashash joyini tez-tez o'zgartiradiganlar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Xavotirlanmasligi kerak bo'lganlar, agar siz yoshga doir oddiy pensiya oluvchi bo'lsangiz va yuqorida sanab o'tilgan hayotiy o'zgarishlar sizga tegishli bo'lmasa, demak siz uchun hozircha jiddiy xavotirga o'rin yo'q. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchilarning ishga joylashishi odatda ularning pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Maxsus shartnomalarda boshqa holatlar nazarda tutilmagan bo'lsa, shuning uchun bu haqda xabar berish majburiy emas. Lekin baribir har qanday shubhali vaziyatda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Unutmang, har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar bu yerda biz ma'lumot berish bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi murakkab vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Qoidalardagi istisnolar: 1. Kechiktirishning asosli sabablari agar siz kasallik, falokat, og'ir oilaviy sharoitlar, masalan, yaqin qarindoshingizning o'limi, yong'in tufayli bugungi kun ichida xabar bera olmagan bo'lsangiz, bu holatni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, kasallik varaqasi, vafot etganlik to'g'risidagi guvohnoma, EVV ma'lumotnomasi pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bunday holatlarda jamg'arma vaziyatni inobatga olib, sizga nisbatan qattiq choralar qo'llamasligi mumkin. Lekin baribir sabab qanchalik asosli bo'lmasin, imkon qadar tezroq xabar berishga harakat qiling. Kechiktirish muddati juda uzoq bo'lmasligi kerak. 2. Ishonchli vakil orqali xabar berish. Agar nafaqaxo'rning o'zi kasalligi yoki boshqa jiddiy sabablar tufayli pensiya jamg'armasiga murojaat qila olmasa, u o'zining ishonchli vakili, masalan, farzandi, turmush o'rtog'i, vasiy orqali xabar berishi mumkin. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ishonchli vakil ham xuddi nafaqaxo'rning o'zi kabi zarur hujjatlarni va arizani taqdim etishi shart. Bu ayniqsa karavotga mehlanib qolgan keksa yoshli nafaqaxo'rlar uchun juda muhim imkoniyat. Qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. 1. Kichik o'zgarishlarga e'tiborsizlik. Ba'zi nafaqaxo'rlar kichik tuyulgan o'zgarishlar, masalan, vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish muddatining tugashi yoki yangi ishdan qisqa muddatda ketish kabi holatlar muhim emas deb o'ylashadi. Lekin ba'zi nafaqalar uchun bu ham muhim bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham agar shubhangiz bo'lsa,
pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Men bilmasdim degan bahona keyinchalik sizni moliyaviy javobgarlikdan xalos etmaydi. 2. Boshqa birov xabar berar degan umid bu eng xavfli noto'g'ri tushunchalardan biridir. Mahalla maslahatchisi, pochta xodimi yoki bank xodimi sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga rasmiy xabar berishga majbur emas. Bu sizning shaxsiy mas'uliyatingiz. Ba'zan davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi mavjud bo'lsa-da, bu har doim ham to'liq va o'z vaqtida amalga oshmaydi. Shuning uchun vazifangizni boshqalarning bo'yniga yuklamang. Og'zaki murojaatning yaroqsizligi. Pensiya jamg'armasiga og'zaki xabar berish yetarli emas. Har qanday ma'lumotni rasmiy yozma ariza orqali taqdim etishingiz va uning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat kiruvchi raqamli shtamp olishingiz shart. Og'zaki kelishuvlar yoki telefon qo'ng'iroqlari yuridik kuchga ega emas. 4. 10 kunlik muddatning aniqligi. 10 kun ichida degan ibora o'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Siz bu o'zgarish haqida xabar berish kerakligini anglagan kundan emas. Misol uchun, agar siz 10 aprel kuni ishga joylashgan bo'lsangiz, demak 10 aprelgacha bu haqda xabar berishingiz kerak. Kechikish har kuni uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 5. Pensiya jamg'armasining xatosi. Agar siz barcha o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bergan bo'lsangiz, ammo pensiya jamg'armasi noto'g'ri hisob-kitob qilib, sizga ortiqcha nafaqa to'lagan bo'lsa, bu holatda siz aybdor emassiz. Lekin bu pulni qaytarib berishdan ozod etadi degani emas. Bunday vaziyatlarda siz pensiya jamg'armasiga yozma ravishda murojaat qilib, ular tomonidan yo'l qo'yilgan xatoni bartaraf etishni talab qilishingiz va ortiqcha to'langan summani qaytarish tartibini, masalan, muddatli to'lov rejasi kelishib olishingiz mumkin. Agar nizoli holat yuzaga kelsa, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Eng muhimi, barcha arizalaringiz va javoblaringizning nusxalarini saqlab qo'ying. Oqibatlari: ma'lumot bermaslik natijasida yuzaga keladigan muammolar faqat ortiqcha to'langan pullarni qaytarish bilan cheklanmaydi. Bu nafaqaning vaqtincha to'xtatilishi, qisman kamaytirilishi, jiddiy hollarda esa nafaqa to'lovlarining butunlay to'xtatilishi, hatto qonun hujjatlarida belgilangan jarimalar yoki jinoiy javobgarlikka tortilishgacha olib kelishi mumkin. Ayniqsa, agar bu harakatlarda qasddan aldash alomatlari topilsa. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashish lozim. Amaliy maslahatlar: nafaqaxo'r nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Qanday harakat qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Bu asosiy va birinchi manba. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Xalq bankining filiallari ba'zi holatlarda, masalan, yashash manzili o'zgarganda nafaqa to'lovlari bilan bog'liq masalalarda Xalq banki orqali ham ma'lumot berishingiz mumkin, ammo bu har doim ham pensiya jamg'armasiga yetib borishni kafolatlamaydi. Shuning uchun eng ishonchli yo'l pensiya jamg'armasining o'ziga murojaat qilishdir. Davlat xizmatlari markazlari hozirda ko'plab xizmatlar, jumladan pensiya masalalari bo'yicha murojaatlar davlat xizmatlari markazlari orqali ham qabul qilinadi. Bu jarayonni tezlashtirishi mumkin. mybank.uz portali, agar sizda internet va elektron imzo mavjud bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.uz orqali ham tegishli arizalarni yuborishingiz mumkin. Bu juda qulay va zamonaviy usul. Bu usul orqali yuborilgan arizalar ro'yxatdan o'tkaziladi va elektron javob olasiz. 2. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, nafaqa guvohnomasi, o'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yashash joyi o'zgarganda, yangi manzildan vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tganlik haqidagi ma'lumotnoma, propiska, turar joydan kadastr hujjatlari nusxasi, ishga joylashganda, ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruqning nusxasi, mehnat shartnomasi, mehnat daftarchasining nusxasi, agar talab qilinsa, nikoh holati o'zgarganda, nikoh guvohnomasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun, qaramog'idagi shaxs vafot etganlik to'g'risidagi guvohnoma, boshqa mamlakatdan pensiya olishni boshlaganda, boshqa davlatdan pensiya olmayotganini tasdiqlovchi hujjat, ma'lumotnoma, bank ko'chirmasi. 3. Qanday ariza yozish kerak? Ariza shakli. Odatda pensiya jamg'armasining o'zida tayyor ariza blankalari mavjud bo'ladi. Siz ularga murojaat qilganingizda ushbu blankalarni to'ldirasiz. Arizada nimalar ko'rsatilishi kerak? Murojaat qilayotgan organning nomi, masalan, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani pensiya jamg'armasiga sizning ish
pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, nafaqa guvohnomasi raqami, sodir bo'lgan o'zgarishning aniq mazmuni masalan. Men 2024 yil 10 apreldan boshlab Alfa Beta MCH'da ishga joylashdim. Yoki men 2024 yil 15 martda manziliga ko'chib o'tdim. Ilovalar ro'yxati, ariza qaysi hujjatlarni ilova qilayotganingiz, ariza yozilgan sana va imzongiz. Misol matn. Men pasport seriyasi va raqami, pasport ma'lumotlari, yashash manzilida istiqomat qilaman. Nafaqa guvohnomasi raqami raqam. Sizga ma'lum qilamanki, o'zgarish turi masalan 2024 yil 10 aprel kuni men Toshkent shahridagi Buyuk Kelajak MCJ korxonasiga ishga joylashdim. Shu munosabat bilan pensiya to'lovimni qonunchilikda belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ilovada hujjatlar ro'yxati, masalan, mehnat shartnomasi nusxasi, ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq nusxasi, sana, imzo, dirt, jarayon va kutilmalar, ariza berganingizdan so'ng uning kirim raqamini olishga ishonch hosil qiling. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi yagona dalildir. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqib, 10-15 ish kuni ichida tegishli qarorni qabul qilishi kerak. Agar sizga nafaqa miqdorini o'zgartirish yoki to'xtatish haqida xabar kelsa, uni diqqat bilan o'rganing. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz bor. Har doim barcha hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarda sizning himoyangiz bo'lib xizmat qiladi. Eng muhimi, shubhali vaziyatlarda har doim pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan maslahatlashing. Kechikish va bexabarlik sizga qimmatga tushishi mumkin. Xulosa va yakuniy ogohlantirish aziz do'stlar. Bugun biz juda muhim mavzuni batafsil muhokama qildik. Esingizda tuting, nafaqaxo'rlar o'z hayotlaridagi muhim o'zgarishlar haqida 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar berishlari shartligi. Bu sizning o'zingizni moliyaviy muammolardan, ortiqcha to'lovlardan va asossiz jarimalardan himoya qilishning eng ishonchli yo'lidir. Yashash joyi o'zgarishi, ishga joylashish yoki ishdan bo'shash, nikoh holatining o'zgarishi, qaramog'idagi shaxsning vafoti kabi holatlar nafaqangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotlarni o'z vaqtida bildirish orqali siz o'zingizni va oilangizni katta stresslardan himoya qilasiz. Hech qachon men bilmasdim yoki boshqa birov xabar berar deb o'ylamang. Bu sizning shaxsiy mas'uliyatingiz. Barcha hujjatlaringizni to'liq tayyorlang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling va arizangizning kirim raqamini olishni unutmang. Hukumat xizmatlaridan ham foydalanish mumkinligini yodingizda tuting. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos ushbu mavzu bo'yicha o'z tajribangizni, savollaringizni va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa nafaqaxo'rlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlar boshqalarga ham yetib borsin. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.